Kutubxona o'quv zalida qidirgan gazetani topdim. Shu o'zim qidirgan gazeta menga juda ko'p narsalarni o'rganishimga yordam berdi. Lekin bu yerda gazetalarning turi ko'p. 10 dan oshiq demak nashrlarni bu yerdan topish mumkin. Umuman Chortoq mana shu kutubxonasini o'quvda 2022-yildan buyon mavjud. Mana shu o'quv zalida 40 ta o'rin bor. 20 ta kompyuter ishlab turibdi. Ularning hammasi yoshlarning xizmatida. Yoshlar bu yerga xohlagan paytda kelib bilim olishi mumkin, o'qishi mumkin. Mana bu yoshlarni jalb qilishgandan keyin bu yerda yoshlar to'planadigan bir maskan bor. Chortoq yoshlari shu yerda juda katta bilim olishadi. Shu yerda yaxshi adabiyotlardan foydalanishadi, kompyuterdan foydalanishadi. Hammasi tekin. Demak, shu zalni ko'rib, shu yerdagi zaldan bolalarni institutlarga borib o'qishga kirayotganini ko'rib, men juda quvondim. Demak, bizda odamlarni ko'p kitob o'qish kerak. Mana faqat yoshlargina emas, kattalar ham mana shunday zallar bo'lsa kitob o'qiydi. Demak, bizda O'zbekistonda barcha qishloqlarda, tuman markazlarida, qishloqlarda, kutubxonalarning atroflarida, kutubxonalarning yonida mana shunaqa zallarni ochish kerak degan fikrga keldim. Zal ochish bu menimcha juda katta qiyin ish emas. Mana bitta narsaga e'tibor beraylik, to'yxonalar paydo bo'lyapti bizda. To'yxonalar juda katta, lekin to'yxonalar bitta insonni pulini ko'paytiradi, boyitadi. Bizga esa hamma aholiga kerak bo'ladigan, butun xalqqa kerak bo'ladigan mana shunaqa o'quv zallari kerak. Chortoqliklar aytaylik, Namanganga borib, Namangan kutubxonasini zalida mashg'ulot o'tkazishi juda qiyin. Toshkentda Navoiy zali bor. Navoiy kutubxonasini katta zali bor. Ana shu yerda qancha odam bilim olyapti. Demak, shu yerda Chortoqda ham xuddi shunaqa markazda yoshlarni bilim olayotganini ko'ryapmiz. Demak, yoshlarni bilim olishi uchun hamma imkoniyatlar yaratilishi kerak. Shu imkoniyatlardan bittasi mana shu o'quv zallari hisoblanadi. Shu o'quv zallarini bizni kutubxonalarimizni atroflarida qurish kerak, ko'paytirish kerak va undan hamma foydalanadigan bo'lishi kerak. Men mana shu narsani tumanlarni mutasaddilarini, viloyatlarning mutasaddilarini e'tiboriga alohida havola qilmoqchi bo'ldim.